Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Trompix sayti haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, bu mutlaqo ishonchli va sarmoyasi ishlasa bo'ladigan saytlardan eng ishonchlisi internet sohasida do'stlar. Hozir qanaqa ro'yxatda o'tish kerakligini batafsil video davomida tushuntirib o'taman va pullarni qanaqa chiqarish kerakligini ham video davomida batafsil tushuntirib o'taman do'stlar. Videoni o'tkazmang do'stlar, oxirigacha ko'ringizlar, sizlarga manfaatli bo'ladi do'stlar. Bu yerga username kiritamiz, ya'ni ismingizni kiritamiz do'stlar. Mana bu joyga email adres, ya'ni Gmail va bu yerga parol o'ylab topamiz. Mana bu yerga parol o'ylab topamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana bu ism degan joyga usernamega do'stlar, o'z ismingizni mana bu parol degan joyga to'g'ri yelingiz va ismingizni mana bu yerga povtor to'g'ri yelib ismingizni kiritsangiz o'ta bir manfaatli bo'ladi degan o'ydaman va Gmailda ham kiritib qo'yish ishdan chiqmasin. Mana bu avtomatik ushbu shina bo'ladi. Sign up tugmachani bosib ro'yxatdan o'tib olamiz do'stlar. Do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'ringizlar, sizlarga o'ta manfaatli bo'ladi do'stlar. Xo'p do'stlar, mana kirib oldik do'stlar. Sizlar hozir ikkita akkauntda ishlayapman do'stlar. Sizlarga hozir birinchi akkauntimni ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Xo'p, xuddi kirganingizda mana shunday ekranda ochiladi va do'stlar shuni tepaga surib ketaverganimizda darajalarimiz oshib ketaveradi do'stlar. Men bunda ham bronzadaman va sizlarga bitta narsani aytib o'tishim kerak. Sizlar birinchi kirganingizda darajangizda 100 bo'ladi va 0 mana shudan berib ketaveradi. Keyin levellaringiz oshgan sayin mana ko'tarilib boraveradi do'stlar. Xo'p, men levelim hozir bronzadan 0.02 olaman do'stlar. Xo'p, zabt etadiganim mening endi navbatgi silver bilan gold bo'ladi do'stlar. Xo'p, qancha olishim kerakligini batafsil ko'rishingiz mumkin. Har soatda kepcha terib, misol uchun har soatda shunday kiramiz. Misol uchun soat 9 bo'lsa 9, 10 bo'lsa 10 vaqtiga to'g'rilab olamiz. Har soatda kirib mana shu knopkani shunday klemda shunday bosib qo'ysak bo'ldi do'stlar. Mana bu narsa o'zi avtomatik galochka bo'ladi do'stlar. Shunday bosamiz bo'ldi, shu chiqib ketamiz do'stlar. Xo'p, bossak mana shuni 0.02 bersa bo'ldi. Shunday o'rtani bosib chiqib ketsangiz bo'ladi mana buni. Xo'p, endi mana yana tepaga suradigan bo'lsak do'stlar, bu saytlarning ko'pi ishonchli, hammasi deyarli mana bunda mana hammasi 8 tami bo'ldi do'stlar. Oxirgi qo'shilgani bizga mana Sui bo'ldi. Buni ham bor. Xo'p, bitta tronning narxi 0.27, bitta tron narxi 0.27 bo'lgandan keyin bizda hisobimizda 3,5 ming so'm bo'ladi. So'mga hisoblaganimizda do'stlar. Xo'p do'stlar, kimda-kim har soatda mana shunday kapcha terib, claim bosib, pul bilan ishlayman desa, bemalol kommentariyada bo'ladi havolasi, o'tib ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, eng ishonchli saytlarda ishlash kerakda, ertaga misol uchun yopilib ketib, hyperactive bo'lmasligi kerak do'stlar. Xo'p, endi mana bu 3 ta menyu bo'ladi do'stlar. Mana bu 3 ta menyuni bosib, hozir misol uchun depozit qilishni ko'rsatib ketaman. Birinchi pul yechishni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana do'stlar, pul yechishimiz. Mana pul yechishga bosaman do'stlar. Pul yechishimiz do'stlar mana 15 tron yechish manzili miqdorini kiritamiz va yozamiz do'stlar. Hozir menda 5 tron bor, sarmoyasi kepcha terib ishlayapman do'stlar. Hafta oxiriga borib bozor dushanba kunlar chiqaraman do'stlar. Kepcha terib ishlayapman do'stlar. Xo'p, endi misol uchun yana bu yerda ham depozit bor va tepada ham depozit bor. Depozit bo'limiga kiradigan bo'lsak do'stlar, xo'p, mana bu adresni bosib olamiz. Mana bu adresni kopiya qilib olamiz. Mana shuni bossa o'zi shunday kopiya bo'lib qoladi. Mana shunday bossa o'zi mana kopiya adres deyapti. Mana Tron adres va Payer, Faucet Pay, Binance, turist valyutalardan bemalol tashlasak va pullarni chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi yana qattiqjon tushuntiradigan bo'lsam, mana bunisi til bo'ladi, langogi, mana bu chiqish, mana bu aloqa, bu hamkorlar, mana bunisi hamkorlar. Bu sozlamalar yangi kirganingizda emailingizni verifikatsiya qilib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar. Xo'p, endi men shu joyda mana xo'p, depozit qilingan, misol uchun bitta depozit qilingan. Hozir men chiqargan summamni ham ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Hozir keyingi akkauntimga kirib olaman do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, keyingi akkauntimga kirib oldim. Bu akkauntimdan pul chiqarganman do'stlar. Hozir chiqargan pullarimni ham ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Hozir bitta narsani yana aytib o'tishim kerak. Mana pul yechish degan joyi bor do'stlar. Pul yechish degan joyda mana 2 marta pul yechganman do'stlar. Mana o'z isboti bilan manaki. Do'stlar, hozir ko'rsatib o'taman mana. Xo'p, manaki do'stlar. Mana hozir buni ham boshqacha ko'rsataylik. Mana hisobda ko'rsataylik, do'moqlab qilib mana yechgan pullarim mana 4,5, 4,5 dollar. Do'stlar, mutlaqo sarmoyangiz do'stlar. Uni bu yerda to'g'ri urovень ko'tarish bor, urovень ko'tarish, lekin mana bu o'yinlardan faqat sizlarga mana ruletkani tavsiya qilib qolaman do'stlar. Faqat ruletkada urovень ko'tarishni men sizlarga o'zim aytib o'taman do'stlar.
Telegram kanalimda uровень ko'tarish batafsil ma'lumotlar berilgan do'stlar. O'shandan kirib ko'rasizlar do'stlar. Menda bu urovenim bronzada 61% ga kelgan mana do'stlar. Yana 39% yursam bo'ldi, silverga o'taman do'stlar. Silverning hozir darajasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar. Mana silverning darajasi do'stlar 0.06 beraveradi do'stlar. Xo'p, mana shunday qilib sarmoya ishlaymiz do'stlar, kepcha terib bemalol ishlasak bo'ladi do'stlar, ishonchli. Nechinchi yildan beri chiqqanigacha bor do'stlar. Mana 2022 mana do'stlar, mana pastda o'ynatyapman. Misol uchun mana ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 2022 managa do'stlar. Mana hozirgi kurs narxi o'zimizni so'mga hisoblaganda 3,5 bo'ladi. Mana shu 0 joyda bitta tron yig'sangiz 3,5 ming so'm, 3600 so'm bo'ladi do'stlar. Xo'p, kimda kim ishlayman degan bo'lsa, kommentariyada havolasi bor, o'tib bemalol ro'yxatdan o'tishni batafsil va Telegram kanal bor, Telegram kanaliga a'zo bo'lib ma'lumotlarni uровень ko'tarishni video qilib qo'yibman do'stlar. Barchaga omad, kunli yaxshi o'tsin do'stlar. Agar kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lib qo'ying va like bosib qo'yish esdan chiqmas do'stlar. Barchaga omad, kunli yaxshi o'tsin do'stlar.